Olis o'tmishda qishloq chetidagi eski bir ustaxonada soch soqoli oqargan, xudojo'y, har duosi mustajob bo'ladigan avliyo sifat Usta Yoqub ismli temirchi yashardi. Uning bor davlati og'ir bosqon, qizigan o'choq va Alloh bergan 9 farzandi edi. Uning 4 nafar guldek qizi va 5 nafar o'g'li bor edi. Temirchining eng katta orzusi umrida bir bor bo'lsa ham Allohning baytini tavof qilish edi. Ammo 9 nafar farzand, tirikchilik yuki, bolalarni oyoqqa turg'izish tashvishi bilan umri o'tib borardi. Temirchi har tong Allohga shukrona aytar va qo'llarini duoga ochib, Allohim, omonatingni topshirishimdan oldin meni ham uyingga mehmon qil. Shu armonimni qabrga olib ketmay. Uyingni, Ka'batullohni ziyorat qilishni nasib et, deb duo qilardi. Aksiga olib, bir yili yurtga qahatchilik keldi. Yo'qchilik, ochlikdan ko'p oilalar qiyin ahvolda qoldi. Qish keldi. Qishloq aholisiga og'ir sinovli kunlar boshlandi. Qahatchilik yili temirchining ishi ham kamaydi. Lekin u har kuni ter to'kib, peshona teri bilan topgan bir burda nonini 9 ta farzandiga bo'lib berardi. Qishning qahraton tunlaridan birida izg'irin quturgan mahal temirchi xufton namozini o'qish uchun masjidga bordi. U namozdan so'ng har safargidek Allohga yig'lab iltijo qildi. Allohim, menga ham baytingni ziyorat qilishni nasib et. Temirchi namozdan so'ng uyga qaytayotganda shu payt yo'l chetida qor uyumi ostida bir sharpaga ko'zi tushdi. Yaqin borib qarasa, bir ayol ochlikdan jon taslim qilgan, sovuqdan ko'karib ketgan qo'llari bilan bag'ridagi go'dagini oxirgi kuchi bilan isitishga uringandek quchoqlab yotardi. Ona o'lgan, lekin uning tafti bolani tirik saqlab qolgandi. Temirchi ayolni dafn etib, go'dakni uyga olib keldi. Meni 10-chi bolam bo'lasan, dedi u bolani bag'riga bosib. Ota yetim bolani uyga olib kelganda ayoli hayron bo'lib so'radi. O'zimiznikilarga non topolmayapmiz-ku, buni qanday boqamiz? Usta Yoqub qo'lidagi bosqonni yerga urdi-da, rizqni bandasi emas, Alloh beradi. Balki bu go'dak o'chog'imizga baraka olib kelar, dedi jahl bilan. Temirchi yetim bolaga Sodiq deb ism qo'ydi. Shu kundan boshlab ota 2 hissa ko'p ishlaydigan bo'ldi. Tong sahardan to yarim kechgacha temirchilik o'chog'i oldida yuzi kuyib, qo'llari kuyib mehnat qildi. U o'z o'g'illarini temirchilikka yaqin yo'latmas, farzandlarini avaylardi. Yetim bola biroz ulg'aygach, temirchi uni yoshligidan o'choq oldiga qo'ydi. Sodiq otasiga dam bosar, og'ir bosqonni ko'tarardi. Temirchi har gal bosqon urganda yuragida bir niyat bor edi. Men kuydim, bolalarim kuymasin, deb o'ylardi u. U o'z pusht kamaridan bo'lgan 5 o'g'lini erkalab o'stirdi. Qo'llariga sovuq suv tekkizmadi. Og'ir yuk ko'tartirmadi. O'g'illari kiyimlariga gard qo'nmay, yumshoq o'rinlarda yotib ulg'ayishdi. Biroq ota avaylagani sari o'g'illarning yuragidagi g'ayrat so'ndi. Vujudlarini esa dangasalik va ishyoqmaslik illati egalladi. Ular otaning peshona teri bilan topgan nonini yeyishga o'rganishdi. Ammo o'sha non qanday og'ir mehnat orqali kelayotganini bilishmasdi. Yetim bola uchun esa otaning mehri boshqacha bo'ldi. Ota uni ayamadi. Tong otmasdan Sodiqni o'choq boshiga turg'izar, qizigan temirning uchquni bolani yuzlarini kuydirardi. Ota o'z o'g'illariga shirin so'z aytsa, yetim bolaga chop, tez-tez qimirla, ishla, bo'shashma, deb
dakki berardi. Sodiq och qolgan kunlari bo'ldi. Charchoqdan bosqon ustida uxlab qolgan tunlari bo'ldi. Yillar olovli o'choqning taftidek o'tib ketdi. Bir paytlar bosqon bosib temirni mumdek eritgan usta Yoqub endi o'zi o'choqdagi so'ngan kuldek bo'lib qolgandi. Tizzasida mador, ko'zlarida nur qolmadi. O'sha og'ir mehnatdan yorilgan, temir uchqunlari chandiq qilgan qo'llari qaltirab, duoga ko'tarishga ham holi qolmagandi. Bir kuni usta Yoqub jaynamozi ustida uzoq o'tirib qoldi. U hamon o'sha armon bilan yashardi. Uning maqsadi Allohning uyini borib ko'rish, Ka'baning pardasiga yuzini surtish edi. U avaylab yer u ko'kka ishonmay o'stirgan 5 o'g'lini huzuriga chaqirdi va "Bolalarim", dedi ota ovozi titrab. "Bilasizlar, umr bo'yi temirchilik qilib sizlarni och qo'ymadim. Endi omonatimni topshiradigan vaqt yaqinlashib qoldi. Meni bir bor Ka'baga olib boringlar. Shu orzuim armon bo'lib qolmasin." Bu so'zni eshitgan o'g'illar bir-biriga qaradi. Kimdir ishini ro'kach qildi, kimdir yo'lning uzoqligidan va otaning zaifligidan qo'rqdi. "Otajon, holingiz yo'q-ku. Yo'lda biror gap bo'lsa nima qilamiz? Undan ko'ra shu yerda duo qilib o'tiravering. Alloh shu yerda ham niyatingizga qarab savob beraveradi", deyishdi ular. O'g'illar ketishgach, usta Yoqub yolg'iz qoldi. Uning yuragiga qizigan temir bosilganda ham bunchalik og'rimagan bo'lardi. U devor yonidagi eski zanglagan bosqoniga qarab ho'ng-ho'ng yig'lab yubordi. Ko'z yoshlari soqolini yuvib joynamoziga tomchilardi. "Ey Parvardigorim", deb nido qildi u osmonga qarab. "Demak, haj qilish peshonamga yozilmagan ekan. Demak, seni uyingga borishga loyiq emas ekanman. Umr bo'yi senga qilgan duolarim qayoqqa ketdi? Nahotki bir umr duo qilib, bir umr olovning ichida ishlab, bir bor Ka'bani salqinida o'tirish menga nasib qilmasa, 9 farzand o'stirib, bittagina yo'ldosh topolmadimmi? Ey Robbim, armonimni tuproqqa olib ketaman endi." Otaning bu afsuslari shunchalik ayanchli ediki, go'yo farishtalar ham birga yig'lardi. Temirchi "Bo'ldi, hammasi tugadi", dedi yig'lab. Usta Yoqub Ka'baga borishdan butkul umidini uzdi. Shiftga termilib, butun o'tgan hayoti ko'z oldidan o'ta boshladi. Tinimsiz mehnat, jajji bolalarning kulgisi, kechalari Allohga yalinib yolborgan, ijobat bo'lmagan duolarini o'ylab, ko'zlarini yumdi. Shu payt uyning eshigi ohista ochildi. Usta Yoqub madorsiz boshini ko'tarib eshikka qaradi. Ostonada yillar davomida yetim deb kamsitilgan, temirchini dakkisini eshitib, o'choq boshida yuzi kuyib, mehnatdan qo'llari toshdek qotib ketgan Sodiq turardi. U otasining bu holini ko'rib, yuragi tilkapora bo'ldi. Shoshib kelib, otaning tizzalarini quchoqladi. "Otajon, nega yig'laysiz? Nega umid uzasiz?" dedi Sodiqning ovozi titrab. "Axir men borman-ku. Siz meni mehnatga solganingizda kuchim ko'paysin degan ekansiz. Meni bu baquvvat qo'llarim aynan bugungi kun uchun, sizni hajga ko'tarib borish uchun kerak, ota", dedi Sodiq ko'zlarida yosh bilan.
Sodiq otasining qo'llaridan o'pdi. Otajon, siz meni o'sha sovuq qor ostidan topib kelganingizda menga jannatni bergansiz. Endi navbat menga. Yuring otajon. Allohning uyi sizni kutyapti. Bu so'zlarni eshitgan temirchi quloqlariga ishonmasdi. U ko'zlarida yosh bilan faqat bir so'zni ayta oldi xolos. Nahotki duolarim ijobat bo'lgan bo'lsa. Ertasi kun ular yo'lga chiqishdi. Sodiq keksa otasini minglab chaqirim yo'l davomida yelkasida ko'tarib bordi. Ka'baning oldiga yetganda temirchi Sodiqning terlagan bo'yniga, mehnatdan yorilgan qo'llariga qarab, birdan yuragida bir narsa chirt etib uzilgandek bo'ldi. U go'yo ko'r bo'lgan ko'zlari ochilganini his qildi. Temirchi Ka'ba pardasiga bosh qo'yib, ho'ng-ho'ng yig'ladi. Ey Parvardigor, o'zingga shukr. Men naqadar johil ekanman. Yillar davomida mehrimni qizg'ongan, mehnatga solgan, yetim deb ajratgan bolam bugun meni jannat ostonasiga yelkasida ko'tarib keldi. U Sodiqning qo'llaridan tutib, odamlar oldida tiz cho'kdi. Bolam, Sodig'im, meni kechir. Men seni yetim dedim, lekin sen meni ota deb bilding. Men seni dunyoning oloviga tashladim. Sen esa meni do'zax olovidan qutqarding. Hajga keltirding. Haqqingga xiyonat qilgan bo'lsam, meni kechir bolam, dedi u alam bilan. Sodiq temirchini bag'riga bosdi. Otajon, nima deyapsiz? Siz meni mehnatga solmaganingizda men bugun sizni ko'tarishga kuch topa olmasdim. Siz meni qiynamaganingizda men bugun sizni uzoq yo'llarda yelkamda ko'tarib kela olmasdim. Siz meni jannatimsiz, otajon, dedi Sodiq otasini Ka'ba eshigi oldiga o'tqazib. Ha bolam, men Alloh duolarimni ijobat qilmadi deb o'ylagandim. Aslida esa bundan 25 yil avval masjiddan qaytayotganimda, seni qor ostidan topib olganimda duolarim ijobat bo'lib bo'lgan ekan bolam. O'sha kuni xufton namozida yig'lab qilgan duolarim buncha tez ijobat bo'lganini bir umr bilmabman-a. Allohning hikmatini biz ojiz bandalar qayerdan ham tushunardik bolam. Temirchi shunday deb Sodiqni bag'riga bosib, uni duo qildi va so'nggi yillarda hajga kelishdan noumid bo'lgani uchun Allohga tavba qildi. Allohning hikmati ulug'. Rizq va najot biz o'ylagan eshikdan emas, Alloh xohlagan eshikdan kirib kelarkan. Duolaringiz ijobat bo'lmayotgan bo'lsa, xafa bo'lmang. Balki ijobat sizning uyingizga kirib kelganiga ancha yillar bo'lgandir. Faqat siz hali buni bilmassiz. Rivoyat yoqqan bo'lsa like bosib, izohga Allohga shukr deb yozib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.